Sinfdosh bolaning samolyot maketini olib, sinf bo'ylab berishni boshladi. Ammo keyingi soniyada samolyot kutilmaganda, u hech qanday yordamsiz bolaning qo'liga qaytib keldi. Samolyot uning vafot etgan ota-onasidan qolgan sovg'a edi. Hatto u bilan gaplashar edi. Otasining ruhi samolyot ichidaligiga ishonardi. Shu sababli u otasini topib beradi deb tomning ustiga chiqdi. Bexosdan onasi uni vaqtida tutib qoldi. Biroq samolyot tomdan yerga tushib ketdi. Bundan onasining juda jahli chiqdi. U samolyotni omborga qulflab qo'ydi. Keyingi lahzada samolyot deraza orqasida paydo bo'ldi. U oynani sindirib, xonaga uchib kirdi. Onasi uni urib tushmoqchi bo'lib, supurgini qo'lga oldi. Bu samolyotning g'azabini keltirdi. Darhol onasiga qarab, o'zidan qizil nur tarta boshladi. Ona qo'rquvdan baqirib yubordi. Samolyot tinchilandi va asta-sekin yerga qo'ndi. O'sha kecha bola yana tomga chiqdi. Samolyot ko'zini mahkam bog'lab olib, "Iltimos, meni dadamning oldiga olib bor" dedi. Bu safar samolyot havoga ko'tarildi. Bu bolani osmon va falakka olib chiqdi. Bola otasi bilan o'ynayotganda edi. Nihoyat ular qo'nishdi. Bola charchagandan hushini yo'qotdi. Uni qutqarish uchun samolyot havoga ko'tarildi va bolaning uyiga yetib keldi. Shundan so'ng samolyot butunlay quvvatsizlandi. Bola uni qayta uchishga majburladi, lekin u hech qanday reaksiya bildirmadi. Bolakay juda xafa bo'ldi. Bola uni qumga ko'mib, ustiga bir necha tosh qo'ydi. So'ngra otasi paydo bo'lishini so'rab qayta duo qildi. Mo'jiza yuz berdi va samolyot qum ostidan g'oyib bo'ldi. Otasi esa uning ortida paydo bo'ldi. Bola uni mahkam bag'riga bosdi va ular tuni bilan birga o'tirdi. Otasi unga kuchli bo'lishini va onasiga g'amxo'rlik qilishini so'radi va otasi kichik qayiqda suzib ketdi. Bola yig'lamadi, shunchaki uni kuzatib qo'ydi. Kinoni to'lig'ini Telegramdagi Anextra botga 461 kodi bilan tomosha qilishingiz mumkin.